Ha, bo'ldi. Hop, o'sha aytgan joyingizga boraman. Hop. Oyoq kiyimimni artgan. Hozir odajonisi, hozir. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qanaqa yordam bera olaman? Yaxshimisiz? Mani 6 yoshli o'g'lim bor. Kelajakda zo'r yurist bo'lishini xohlayman. Shu maktabni tavsiya qilishgan edi. Shunga maktabgacha tayyorlov kurslari bormi, yo'qmi, shu masalada surishtirgani kelgan edim. Ha, albatta, Yakubov School yuridik maktabida maktabgacha tayyorlov kurslariga start berildi. Ushbu kurs 5-6 yoshli bolalarga mo'ljallangan bo'lib, farzandingiz qiziqarli o'yinlar orqali o'qishni, yozishni, mantiqiy fikrlashni, raqamlar bilan ishlashni o'rganadi. Darslar bolalarning xotirasini, nutqini va fikrlashini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, ular bizning shinam, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan auditoriyalarimizda malakasi va tajribasi yuqori bo'lgan o'qituvchilar tomonidan olib boriladi. Rahmat kattakon sizga. Menga maktabinglar juda ham yoqdi. Maktabimiz yoqqanidan benihoyat xursandman. Sizni tez kunlarda maktabimizda kutib qolamiz. O'tir. Men sizga hammasini tushuntirib beraman, adasi. Yop eshikni. Sen uchun men shunchalik farzandini taqdiriga befarq odamman. Nima, meni xolamaydi deb o'ylaysanmi? Bir og'iz aytganingda olam guliston edi. Men ham xohlayman o'g'limni o'qimishli yurist bo'lishini, adolatli sudya bo'lishini. Lekin sen mendan beso'roq. Mani bu uyda hech kim gapimni eshitmaydi deb o'ylagan edim. Chunki har doim nimadir xohlasam yo'q degansiz. Siz bilan bir oilamiz-u, lekin maqsadlarimiz boshqadek. Maqsadimiz boshqa bo'lganda, sen bilan birga yashamayotgan bo'lardik. Men bolalarim kelajagi uchun hamma narsaga tayyorman. Men seni